بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Arab tili sarf fanidan o'tilayotgan darslarimiz davom etadi. Bugungi darsimiz Jaroh Tolib kitobidan 15-darsni o'qiyotgan edik. 15-darsni qo'shimcha darsdan davom ettiramiz. Hop, demak darsni boshlaymiz. Mana bu yerda aytyapti. Sulosiy mazid boblarida ajvaflarni 3 ga ajratish mumkin. Demak, ajvaf degani kalimani ayni barobarida illatli harf bo'lgan kalimalarni demak biz ajvaf deymiz. Va mana shuni sulosiy mazid boblaridagi ajvaflarimiz 3 turli bo'lar ekan. Birinchisi asli vazndan o'zgarmaydigan sahihlar kabi tuslanadigan boblar. Hop, demak ya'ni ajvaflarda shunday turi borki, sulosiy mazidda ularda biron bir o'zgarish bo'lmaydi. Garchi uni ayni barobarida illat harf bo'lsa ham u demak o'zgarmaydi. Sahih kalimalardek o'zgarishsiz tuslanadi. Demak, ulardan mana birinchisi taf'ilun bobi. Sulosiy mazidning taf'ilun bobi. Mana shunda ajvaflar, ya'ni ayni barobarida illat harfli bo'lgan fe'llarda biz yuqorida bundan oldingi darslarda aytib o'tgan qoidalar, ya'ni o'zgarish qoidalari ishlamaydi. Taf'ilun bobida. Bunga misol awwada yu'awwidu. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, bunda illat harfi vov o'z holida turibdi, ya'ni o'zgargani yo'q. Keyingisida g'oyyaro yughayyiru. Bu yerda ham xuddi shunday ajvaf kalimani ayni barobarida illatli harf ya harfi bor. Bu yerda ham demak o'zgarmasdan o'z holida turibdi. Ikkinchi bob tafa'ulun bobi. Bunda ham ajvaflarda o'zgarish bo'lmaydi. Birinchisiga misol, demak ikkinchi bobning birinchi misoli tawa'ada yatawa'adu. Demak mana kalimaning ayni barobarida illat harfi bo'lgan vav harfi. Bu demak o'zgargani yo'q. Sahihlardek o'zgarishsiz tuslanyapti. Tag'oyyaro yatag'oyyaru. Bu yerda ham ayni barobarida mana ya harfi bor, illat harf, bu ham o'zgarmadi. Keyingisi mufa'alatun bobi. Bunga misol awana yu'awinu. Demak, avanada ham mana bu illat harf bo'lgan vav harfi o'zgarishsiz shunday tutlanadi. Yu'awinu muzorisida ham xuddi shunday. G'oyaro yug'oyiru. Bu yerda ham mana kalimani ayni barobarida illat harfi ya harfi bor. Bu ham demak o'zgarmadi. Ya'ni boshqa harfga o'zgarib ketmadi. Keyingi misol tafa'ulun bobi. Demak, tafa'ulun bobida ham ajvaflar o'zgarmaydi. Bunga misoli ta'awana yata'awanu. Mana illat harfi bo'lgan vav harfi o'zgarmasdan o'z holida turibdi. Ya'ni boshqa harfga o'zgarmadi. Keyingisi tag'oyaro yatag'oyaru. Bu yerda ham illat harfi bo'lgan ya harfi o'zgarmadi. Keyingi bob if'ilalun bobi. If'ilalun bobi. Bunga misol iswadda yaswaddu. Bunda mana vav harfi o'zgarmadi. Biz yuqorida o'tgan biron bir qoidalar, o'zgarish qoidalari bunga ishlatmadik, ya'ni o'z holida turibdi. Xuddiki sog' harflardek. Keyingi misol ibyaddo yabyaddu. Bu yerda mana ya harfi, illat harf, lekin o'zgarmadi. Keyingi bob, 6-bob. 6-si ya'ni if'ilalun. Bunga misol iswadda yaswaddu. Bu ham yuqoridagidan deyarli bir xil, faqat o'rtaga bitta alif tushdi. Xo'p, demak vav harfi illat harf bo'lsa ham biron bir o'zgarishsiz tuslanyapti. Ibyaddo yabyaddu. Ma'nolari qop-qora bo'lmoq, oppoq bo'lmoq shu ma'noda. Demak, bu ko'rib chiqqanimiz sulosiy mazidni
ajvaflarida birinchi holat. Demak, sulosiy mazidni ajvaflarida shunday bir ba'zi boblarida o'rtada o'sha kalimaning ayni barobarida illat harf bo'lsa ham sog'lom, sahih kalimalardek biron bir o'zgarishsiz tuslanadi. Ya'ni illat harf bo'lsa ham harf o'sha illat harf o'zgarib ketmaydi yoki harakatini boshqasiga ko'chirib yoki o'zi sukun bo'lib, xullas biz yuqorida o'rgangan qoidalar bunga tushmaydi. O'z holicha, demak, sog'lom kalimalardek tuslanadi. Endi ikkinchi turi illat harfidan oldingi harf sukunli bo'lgan boblar. Hop, demak, bu yerda sulosiy mazidni shunday boblari borki, o'sha ajvaflarda mana shu illat harfidan oldin kalimani ayni barobaridagi illat harfidan oldingi harf sukunlik bo'ladi. Va mana bunda esa biz yuqorida o'rgangan qoidalar ishlaydi. Endi ikkinchisida biz o'rgangan qoidalar bunda ishlaydi. Bunda birinchisi mana if'alun bobi. Bu sulosiy mazidning birinchi bobi, af'ala yuf'ilu if'alun bobi. Va mana bundagi ajvaflarda o'zgarish bo'ladi. Bunga misol aqvama, mana birinchisi bu o'zini holatida aqvama bo'ladi. Endi aqvamadagi mana bu illat harf bo'lgan vav harfi, kalimani ayni barobaridagi vav harf aqoma bo'lib alifga almashib ketadi. Bu yerda qalbning qonuni ishladi. Oldidagi harf sukunli bo'lganligi uchun, illat harfning oldidagi harf sukunli bo'lgani uchun shu harfni, illat harfni harakatini o'zidan oldingi sukunli harfga ko'chiramizda, illat harfni esa mana shu harakatga mos bo'lgan harfga almashtiramiz. Demak, fathani qof harfiga ko'chirdik. Natijada vav harfimiz, illat harfimiz, ya'ni alifga almashdi. Chunki fatha alifga mos bo'lgan, demak, harakat bo'lyapti. Keyingi misol yuqvimu. Bu yerda ham vav harfi almashib yuqimu bo'ladi. Yuqimu vav harfi almashib ketdi yaga. Qalbning qonuni ishladi. Demak, illat o'zi harakatli bo'la turib, o'zidan oldingi harf sukunli bo'lganligi uchun mana shunday qalbning qonuni ishladi. Ahyaba, ahaba. Bu yerda ham ya harfi alifga almashdi. Yuhyibu, yuhibu. Bu yerda ham demak ya harfini harakatini haga olib berdik. O'zi esa sukun, taskin qonuni ishladi bu yerda. Ikkinchisi istif'alun bobi. Istif'alun. Bunga misol ista'wana. Demak, mana vav harfining oldidagi ayn sukunli bo'lyapti. O'zi harakatli. Vavni harakatini aynga olib beramizda, o'zini alifga almashtiramiz. Ista'ana. Keyingi misol yasta'winu, yasta'inu. Demak, mana bu vavning harakatini o'zidan oldingi alifga sukunlik, o'zidan oldingi sukunlik aynga olib berdik. Vavni o'zini esa kasraga mos bo'lgan ya harfiga almashtirdik. Natija demak yasta'inu bo'lib qoldi. Bu yerda ham qalbning qonuni ishladi. Keyingi misol istamyala, istamala. Bu yerdagi ya harfi alifga almashib qoldi. Yastamyilu, yastamilu. Demak, yana harakati o'zidan oldingi mim harfiga, sukunlik mim harfiga ko'chirildi. Ya harfi esa sukunlik taskin qonuni ishladi bu yerda. Endi bu yerda aytyapti, buni o'qiymiz. Bu ikki bobdagi ajvaflar sulosiy mujarratning muzorilarida qo'llangan qonunlarga muvofiq tuslanadi. Hop, mana shu biz hozir ikkita bob bilan tanishdik. If'alun va istif'alun boblari. Mana bundagi ajvaflar, ya'ni ayni barobarida illatli harf bo'lgan ajvaflarimiz sulosiy mujarratning muzorilari kabi tuslanar ekan. Buni mana buni bir berib chiqqan bu yerda, bularni bir ko'rib chiqamiz. If'al bobidan vovlik ajvaf demak. Ya'ni kalimani ayni barobarida vav harfi bo'lgan ajvaf. Ma'lumi birinchisi va ma'lumni mozisi. Aqvama, aqoma. Keyin aqvamna, aqomna. Bu yerda mana birinchisida aqvama, aqomada qalbning ikkinchi qonuni ishladi.
Ikkinchisida esa aqvamna. Aqomna desa hazfni mana aytib beramiz. Hazfni birinchi qonuni ishladi. O'rtadagi vav harfi tushib ketdi. Hazf qilindi ya'ni. Bu ma'lumi bo'ldi. Majhuli uqvima uqima. Qalbni qonuni ikkinchi qonuni ishlagan bu yerda. Vav harfi yaga almashib ketdi. Uqvimna uqimna. Bu yerda ham hazfni birinchi qonuni ishlagan. Endi muzorisi. Muzorisida yuqvimu yuqimu. Qalbni ikkinchi qonuni ishladi. Vav harfimiz yaga almashib ketdi. Yuqvimna yuqimna. Bu yerda ham hazfni birinchi qonuni ishlagan. Majhulida yuqvamu yuqomu. Qalbni ikkinchi qonuni. Yuqvamna yuqomna. Birinchi qalbni ikkinchisi va hazfni birinchi qonuni ishlatadi. Birinchi qalbni ikkinchi qonunni ishlatib vovni alifga almashtirib olamizda. Keyin o'sha alif o'zidan keyingi sukunlik mimga yo'liqqanligi uchun alif butunlay tushib ketadi. Bu hazfning birinchi qonuniga ko'ra. Shunda yuqvamna fe'limiz yuqomna bo'lib qoladi. Fe'li jahd oldidagi demak lam nafiy harfi bilan kelganda. Lam yuqvim. Lam yuqim. Hazfni birinchi qonuni ishlagan. Keyingisi lam yuqimu lam yuqvimu birinchisi bu yerda, keyin lam yuqimu qalbning ikkinchisi. Demak vav harfi yoga almashib ketdi. Ya harfiga almashdi. Qalbning ikkinchi qonuniga ko'ra. Lam yuqvimna lam yuqimna. Hazfning birinchi qonuniga ko'ra vav harfi butunlay tushib ketdi. Majhulida lam yuqvam lam yuqom. Hazfning birinchi qonunida ko'ra vav harfi tushib ketdi, ya'ni o'chirildi. Lam yuqvamu lam yuqomu. Bu yerda qalbni ikkinchi qonuni ishlagan. Vav harfi alifga almashdi. Vav harfini harakatini o'zidan oldingi qof sukunlik qofga berdik va vovni esa o'zini alifga almashtirdik. Lam yuqvamna lam yuqomna. Hazfni birinchi qonuni. Endi amr aqim. Bu yerda ham hazf qonuni ishlagan. O'rtadagi vav harfi ya'ni yoki yo harfi tushib ketgan. Aqima aqimu aqimu aqima aqima aqimu aqimi aqima aqimna. Bunda ham hazf qonuni ishlagan. Endi keyingisida istif'al bobidan vovli ajva deyapti. Bu yerda ham mana shu qonunlar yuqoridagi o'zgarishlar bo'lgan. Istif'al bobiga buni vovni ya'ni kalimani o'sha istif'al bobidagi kalimani ayni barobarida illat harfi bo'lgan, ya'ni vav harfi bo'lgan kalimalar, fe'llar keltirilyapti ajvaf va bunda o'sha o'zgarishlar keltirilgan. Bunga mana misol birinchisini mayli ko'ramiz. Moziydi. Ista'wana ista'ana. Qalbning ikkinchi qonuniga ko'ra mana bu vav harfi alifga almashib qoldi. Birinchi vovni harakatini aynga olib berdik. Va vovni esa o'sha fathaga mos bo'lgan harf, ya'ni alifga almashtirdik. Ya'ni bu qalbning ikkinchi qonuni. Shu qonunga ko'ra vav alifga almashdi. Buni biz yuqorida aytib o'rganib chiqdik yani. Keyingisi ista'wanna. Ista'anna. Hazfning birinchi qonuniga ko'ra vav tushib ketdi. Butunlay tushib ketdi. Majhula ustu'wina ustu'ina. Bu yerda ham qalbning ikkinchi qonuniga ko'ra. Demak, qalbning ikkinchi qonuniga ko'ra mana bu vav harfining harakati o'zidan oldingi sukunlik ayn harakatiga, ayn harfiga berildi. O'zi esa mana shu kasrali, ya'ni kasraga mos bo'lgan harf, ya'ni yaga almashdi. Ustu'ina bo'lib qoldi natijada. Keyingisi ustu'wina ustu'inna. Bu yerda hazfning birinchi qonuni ishladi. Vav harfi butunlay tushib ketdi. Demak, bularni hammasi yuqoridagilar bilan deyarli bir xil. Mustaqil yana bir o'qib chiqamiz. Bunaqa bir ortiqcha yangi ma'lumot yo'q bu yerda. O'sha illat harfi bo'lgan, kalimani ayni barobarida illat harfi bo'lgan ajvaf kalimalarni o'sha o'zgarishlar bo'lishini yana ham bizga ko'rsatib beryapti bu yerda jadvallarda. Biz bularni hammasini yuqorida aytib o'rganib chiqdik. Bu yerda aytyapti if'al bobidagi yoli ajvaf.
Demak, yo harfi bo'lgan ajvaflar. Yuqoridagi qoidaga ko'ra bu yerda ham o'sha qonunlar ishlaydi. Qalbni ikkinchi qonuni va hazfni birinchi qonuni. Qalbni ikkinchi qonuniga ko'ra ya harfi alifga almashib ketadi. Hazfni birinchi qonuniga ko'ra esa shu ya illat harfi butunlay demak tushib ketadi. Istif'al bobida yoli ajvaf. Istif'al bobi bu ham. Buni ham ko'rdik. O'sha kalimani o'sha ayni barobarida ya harfi bo'ladi. Ajvaf ya'ni va bunda istif'al bobida qalbni ikkinchi qonuniga ko'ra mana bu yerda aytyapti. Qalbni ikkinchi qonuniga ko'ra ya harfi alifga almashadi. Hazfni birinchi qonuniga ko'ra esa ya harfi butunlay tushib ketadi. Bu yerda ham yuqoridagi o'zgarishlar xuddi o'zi bo'lgan. Yangi bir ma'lumot yo'q bu yerda. Hop. Keyingisini mana o'qiymiz. Uchinchisi. Ya'ni sulosiy mazid boblaridagi ajvaflarni 3 holati bor dedik. Birinchi holatida umuman o'zgarmasdan keladi. Ya'ni illat harfi bo'lsa ham xuddi sog'lom, sahih kalimalardek tuslanadi. Ikkinchisi esa o'zgaradi. Ya'ni oldidagi shu illat harfning oldidagi harf sukunli bo'lib qolgani uchun o'zgarish bo'ladi. Uchinchisi endi illat harfidan oldindagi harf harakatli bo'lgan boblar sulosiy mujarratning mozisi kabi tuslanadi. Hop, demak sulosiy maziddagi ajvaflar haqida gaplashyapmiz. Ajvaflar ya'ni kalimani ayni barobarida illat harf. Va mana shu illat harfni oldidagi harf harakatli bo'ladi. Va mana shu harakatli bo'lgan paytida sulosiy mujarratning mozilari kabi tuslanadi. Demak, sulosiy mujarratni illat harfi qatnashganida qanday tuslagan bo'lsak, bu yerda ham xuddi mana shu qonunlar ishlaydi ekan. Bularni mana bir ko'rib chiqamiz. Birinchisiga iftialun bobi. Bunga misol ihtawata bo'lib qoladi. Ya'ni mana bu vav harfimiz oldi fathali bo'lganligi uchun alifga almashib ketadi. Ihtawata. Sulosiy mujarratda ham xuddi mana shu qoidalar ishlagan edi ajvaflarda. Yahtatu. Bu yerda ham vav harfi oldi fatha bo'lganligi uchun alifga almashib ketdi. Keyingi misol ixtara. Ya harfi, illat harf oldi fatha bo'lganligi uchun alifga almashdi. Yaxtaru. Bu yerda ham xuddi shunday. O'sha kalimani ayni barobaridagi ya harfi, illat harf oldi fatha bo'lganligi uchun alifga almashib ketdi. Keyingi misolimiz, ya'ni keyingi bobimiz infialun bobi. Misoli mana inqoda bo'ladi. Mana bu vav harfi oldidagi fatha bo'lganligi uchun alifga almashdi. Inqoda. Yanqodu. Bu yerda ham xuddi mana shu qoida vav harfi alifga almashdi. Inhala. Ya harfi alifga almashyapti. Yanhalu. Bu yerda ham xuddi shunday. Ya illatli harf bo'lgan ya harfi oldidagi harf fathali bo'lganligi uchun alifga almashdi. Buni endi mana jadvalda ko'rsatilgan yuqoridagi kabi o'sha qoidalar qaysi qoida ishlaganligini aytgan. Mana birinchisini ko'ramiz, ma'lum mozisini. Ihtawata bo'ldi. Ya'ni mana bu vav harfimiz alifga almashdi. Bu qalbni birinchi qonuniga ko'ra. Demak, qalbni birinchi qonunini eslaymiz. Qalbni birinchi qonunida shunday aytilgan ediki, illat harfi o'zi bir harakatli bo'lsa, ya'ni har qanday bir harakatli bo'lishidan qat'iy nazar, illat harf harakatli bo'lsa-yu va o'zidan oldingi harf fathali bo'ladigan bo'lsa, mana shu illat harf alifga almashadi. Mana bu qoida qalbni birinchi qoidasi. Xuddi mana shu bobimizda ishladi. Keyingisi ihtawatna. Bu yerda ihtatna bo'ladi. Hazfni birinchisi ishladi bu yerda. Ya'ni bu yerda hazfni birinchisi. Mana bu vav harfi
tushib ketdi. Vov harfi demak butunlay tushirib yubordik hazfni birinchi qoidasiga ko'ra. Ihtawotna ihtotna bo'lib o'zgarib qoldi. Endi bir majhulida uhtuvito uhtito. Hop, bu yerda birinchi taskinni 3-qoidasi ishlagan, keyin qalbni 4-qoidasi ishlagan. Taskin 3-qoidasini ishlaymiz. Taskin 3-qoidasi shunday aytilgan ediki, bir illat harfni harakati o'zidan oldingi sox harfni harakatidan boshqacha bo'lsa, va mana shu illat harfni harakati o'zidan oldingi harfga ko'chiriladi. Bu yerda xuddi mana shu qoida ishlayapti. Mana bu vav harfi kasrali. O'zidan oldingi sox harfi esa zammali. Demak, illat harf o'zidan oldingi harfni harakatidan boshqacha harakat. Demak, mana bunda biz vovni kasrasini taga olib beramiz. Taga. Tu vito tiu to bo'ladi. Keyin qalbni 4-qoidasi ishlaydi. Birinchi sokinni 3-qoidasini ishlatamiz. Vovni harakatini taga olib beramiz. Keyin qalbni 4-qoidasi. Qalbni 4-qoidasida o'zidan oldingi harf kasrali bo'lgan. Ya'ni bir illat harfi agar sukunli, vov harfi sukunli bo'ladigan bo'lsa, demak o'zidan oldingi harf kasrali bo'ladigan bo'lsa, va mana shunda vov harfi yaga almashib ketadi. Bu qalbning 4-qoidasi. Va mana shunga ko'ra ti to bo'ldi. Vov yaga almashdi mana. Ti to. Keyingi misol. Tuvitna. Tuvitna. Bu yerda hazfni qoidasi ishladi. Hazfni birinchisiga ko'ra mana bu vov harfi butunlay tushib ketdi. Muzorisi ham mana shunday holat bo'ldi. Demak, qalbni qoidasiga ko'ra alif almashyapti. Hammasida mana e'tibor beramiz. Hammasida shunday. Ma'lumida ham, bunisida ham, demak, majhulda ham. Xuddi shunday, demak, illat harf qalbni birinchi qoidasiga ko'ra alif almashyapti va hazfni birinchi qoidasiga ko'ra illat harf butunlay tushib ketyapti. Bular ham xuddi mana shu. Yangilik yo'q bunda. Hammasi yuqorida biz o'tganlarimiz takrorlanib kelyapti bu yerda. Infial bobidan vovli ajvaf. Infial bobi. Bunda ham xuddi shu holat. Mana buni ko'ramiz mana mozisini. Inqovada, inqoda. Qalbni birinchi qoidasiga ko'ra mana bu vov harf oldi fatha bo'lganligi uchun alifga almashib qoldi. Keyingisi inqovadna, inqodna. Hazfning birinchi qoidasiga ko'ra vov harfi, mana bu vov harfi butunlay tushib ketdi. Endi bir majhuli unquvida, unqida. Birinchi taskin 3-qoidasi ishladi, yuqoridagi kabi. Taskin 3-qoidasi ishlagandan keyin vov o'zini harakati o'zidan bitta oldingi qofga ko'chirildi va keyin sukunlik bo'lib qolgan vovni yaga almashtirdik. Bu qalbning 4-qoidasiga ko'ra. Natijada unqida bo'ldi. Mana bu o'rtadagi ya aslida vov edi. Sukunlik bo'lib qolganligi uchun vov yaga almashdi. Kasraga mos bo'lganligi uchun. Unqida bo'ladi. Keyingisi unquvidna, unqidna. Bunda ham hazfning birinchi qoidasi ishlagan. Hazfning birinchi qoidasi. Hop, keyingilar ham mana shu holat takrorlangan. Bizga yana ortiqcha ma'lumot yo'q. Yuqoridagilar takrorlanib kelyapti. Demak, qalbning birinchi qoidasiga ko'ra alif almashyapti va hazfning birinchi qoidasiga ko'ra butunlay demak tushib ketyapti. Illat harf. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, sulosiy mazid boblarini ajvaflarida ba'zi boblarida biron bir o'zgarishsiz, ya'ni sog'lom, sog' kalimalar kabi tuzlanadi. Umuman o'zgarish bo'lmaydi. Va ba'zilarida esa o'sha illat harfini oldi sukunli holatda bo'lganligi uchun o'zgarish bo'ladi va uchinchi holatda esa illat harfini oldidagi harfning harakati illat harfini harakatidan boshqacha bo'lganligi uchun demak qalbni yoki taskinni yoki hazfni qonunlari ishlaydi va mana shunday bizga o'zgarishlar bo'lar ekan. Ya'ni 3 xil holatda bo'ladi. Hop, endi mashq aytyapti. 42-mashq bu yerda.
Quyidagi fe'llarni qaysi qonunga ko'ra asl vaznidan o'zgarganini aytib bering. Hop, bu yerda nima boblar keltirilgan. Mana shu boblarga mana aytyapti, if'ol bobi ro'parasida fe'llar keltirilgan. Va mana shu fe'llarda biz qaysi qonunga ko'ra mana shu holatga keldi, ya'ni o'zgarish bo'lganligini tushuntirib berishimiz kerak. Misol uchun mana bulardan bittasini olamiz. Misol mana buni olamiz mana. La tuqim. Asli bu tuqimu edi. Tuqimu. Mana shu holatda edi asli. Oldiga la nahiya harfi kelganligi uchun oxiridagi harf tuqimudagi mim sukunga aylanadi. Sukun bo'ladi. Chunki la, mana bu la nahiya deydi buni. Qaytariq uchun keltiriladigan harf fe'l muzorini oxirini sukunli qilib qo'yadi. La tuqim bo'lib qoldi. Keyingi bosqichi ikkita sukunlik harf, mana bu ya bilan mim harfi bir joyda bo'lib qolganligi uchun illat harfi butunlay tushib ketadi. La, demak la tuqim bo'ldi, mana shu holatga keldi. Bu yerda hazfni qonuni ishladi. Ya'ni ya harfini, illat harfini hazf qilib yubordik, o'chirib yubordik. Hazfni birinchi qonuni ishladi. Hazfni birinchi qonunida sokin illat harfidan keyin boshqa bir sukunli harf kelsa, o'shanda ikkita sukun harf bir joyda to'qnashib qolganligi uchun illat harf tushirib yuborilardi. Bu hazfni birinchi qoidasi edi. Shuning uchun bu yerga mana yozib qo'yamiz. Hazfni birinchi qoidasi ishladi bu yerda mana. Xuddi mana shu tartibda demak bu mashqni bajarib chiqamiz. Bir fe'lni olamizda ro'parasiga asli holatda bo'lganligini va o'sha asli holatidan mana shu holatiga qanday kelib qolganini tushuntiramiz va qaysi qonunlar ishlaganini ham yozib qo'yamiz. 42 ni ko'rdik. Endi 43-mashq. Quyidagi fe'llarni tuslab bering. Demak, mana bu fe'llarni tuslashimiz kerak. Bu yerda mastarlar keltirilgan. Misol uchun mana isobatun fe'li. Bu mastar bu. Buni endi mozi muzori amriga tuslaymiz. Mozisi asoba, muzorisi esa yusibu. Buyrug'i amr fe'li, ya'ni asib. Mana shuni tuslab chiqamiz 14 siyg'aga. Shu qatorda mana pastdan shunday pastga qarab ketadi. Daftarga, mashq daftarga xuddi mana shuni yozib chiqamiz. Asoba, asoba, asobu deb demak o'shani tuslab chiqamiz. Keyingisi ham injiyabun, istizadatun bu fe'llarni ham hammasini shu shaklda demak tuslab mashq daftariga yozib chiqamiz. Mozi muzori amrda, shu siyg'ada. Mana shu bilan demak 15-darsimiz yakunlandi. Keyingi dars inshaalloh 16-dars. Shu yerda darsimizni yakunlaymiz. Alloh taolo darslarimizni bardavom qilsin. Barchamizga manfaatli qilsin. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastag'firuka va natubu ilayk.